Assalomu alaykum, efirda Aylanay dasturi. To'y har bir qiz hayotidagi eng quvonchli kunlardan biri bo'lib, bu kun xotiralari uning yuragidan joy oladi va har gal eslaganda qalbni titratadi, hayajonga soladi. Shunga qaramay, kelinlik faqat o'ziga oro berish, chiroyli kelin ko'ylakni tanlab to'y tantanasida ishtirok etish degani emasdir. Kelin bo'lmish bu o'ziga yarasha zahmatlari bor bo'lgan oilaviy hayotga tayyor turish. Chunki oilaviy hayot faqat quvonchdangina iborat bo'lmaydi. Faqat shodlikkagina emas, g'am va anduhga ham sherik bo'la olish kerak. Bugun biz yana bir qahramonimizga kelin qiyofasini yaratamiz. Ishtirokchimiz bilan tanishamizda uni Miss Camilla to'y liboslari saloni hamda Esfir go'zallik saloni xodimlari ixtiyoriga topshiramiz. Ko'rsatuv homiysi Miss Camilla to'y liboslari saloni. Ko'rsatuv homiysi Esfir go'zallik saloni. Assalomu alaykum. Men ismim Nazokat, yoshim 19 da. Men Toshkent shahar arxitektura va qurilish institutida dizaynerlik sohasida o'qiyman. Dizaynerlik sohasiga qiziqishim opamlarga havas qilib qiziqa boshlaganman. Yoshligimda har xil liboslarni, eskizlarni chizardim. Keyinchalik dizaynerlikning boshqa yo'nalishlarini ham o'rgandim va ular orasidan interyer dizaynerlik sohasini tanladim. Lekin liboslar dizaynerligini tashlaganim yo'q. Hozirgi kunda liboslarni modellashtirish bu mening hobbim. Xalqaro podiumlarda namoyish etilayotgan kiyim-kechaklar namoyishini kuzatib boraman. Ayta olamanki, bugungi kunda taniqli dizaynerlar tomonidan taqdim etilayotgan kelinlik liboslar namoyishi oldingilardan umuman farq qiladi. Bugungi kunda ekstravagant uslubidagi kalta ko'ylaklarni va kostyum shum uslubidagi to'y liboslarini uchratishimiz mumkin. Lekin mening fikrimcha, qiz bolani maftunkor va latofatli qilib ko'rsatadigan to'y liboslari klassik uslubidagi uzun to'y liboslaridir. To'yim bo'lmayotgan bo'lsa-da, alyuminiy ko'rsatuvda ishtirok etib, shunday to'y liboslarini kiyib ko'rishga qaror qildim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tanishing, bu bizning qahramonimiz Nazokat. Ularga kelin ko'ylagini tanlashda ko'maklashasiz degan umiddamiz.
Dasturimiz orqali to'y liboslari yangi elementlar bilan boy borayotganining guvohi bo'lyapsiz. Xalqaro podiumlarda ham yil sayin turfa ranglardagi, turli bichimdagi to'y liboslari namoyish etilmoqda. Lekin shu bilan birga hech bir to'y liboslari namoyishi klassik kelin ko'ylaklarsiz o'tmaydi. Shundaymi Gulmira? To'g'ri, to'y liboslari ham modasi bir joyda turmaydi, u yangi modellar bilan boyiydi. To'y liboslarida klassik bichimda hamda bezaklarda ko'rinadi. Misol uchun, birinchi taklif qilayotgan libosimizning klassika namunasi deb ayta olaman. Ushbu oppoq libosimizning yubkasi u darajada keng emas, beli pastroqdan tikilgan. Uning yaratishda harir gipyur matosidan foydalanilgan. Libosimiz to'liq gipyur matosidan tikilgan. Uning ustiga bo'rtib chiqqan atirgullardan bezak berilgan. Atirgullar ustiga bo'lsa Swarovski toshlar hamda billur munchoqlar sachratib yuborilgan. Libosimizning korset qismida atirgullar hamda uning yaproqlarini ko'rishingiz mumkin. Atirgullar tepaga qarab o'sgan bo'lib, kelinchagimizning bitta yelkasiga bo'y cho'zgan. Korsetining tepasida atirgullarning ustida billur toshlar hamda uning pastida drapirovkalarni ko'rishingiz mumkin. Shleyfli ko'ylagimizning gipyur matosi ko'ylagimizga o'zgacha joziba bag'ishlab turibdi. Navbat yetgan ko'ylagimiz uni tanlagan kelinning nozik did egasi ekanini ko'rsatadi. Go'zal qizlarni zebo kelinchaklarga aylantirishga qodir bu ko'ylak haqida bizga Gulmira so'zlab beradilar, marhamat. Ikkinchi libosimiz ham klassik uslubda bo'lib, u ham to'liq gipyur matosidan tikilgan. Aynan ushbu libosimiz qish mavsumiga atab tikilgan bo'lib, shunisi bilan eksklyuziv sanaladi. Qaymoq rangdagi ko'ylagimizga qo'l mehnati yordamida bittama-bitta bezak berilgan. Libosimiz yubkasiga ahamiyat beradigan bo'lsak, undagi naqshli to'rlar xuddi tepaga intilib chiqayotganga o'xshaydi go'yo. Korsetida drapirovkalar mavjud. Ko'ylagimizning yengi uzun hamda u barmoqlarning ustiga tushib turadi. Salqin ob-havoda kelinlarimizga asqotuvchi, kelinlarimizga yordam beruvchi libosimiz bolerosiga tugma o'rniga marjonlardan ishlov berilgan.
Nazokat kiyib ko'rgan 3-libos ham salonda namoyish etilgan har bir libos kabi dizayner ishi namunasi bo'lib, uning eng kichik detallari ham birma-bir o'ylab chiqilgan. Ko'ylakning har bir aksessuari u yaratishi lozim bo'lgan kelin obrazini to'ldirib turadi. Gulmira, libos qaysi uslubda? Navbat yetgan 3-libosimiz ekstravagant uslubda tikilgan bo'lib, u darhol nigohlarni o'ziga qaratadi. Uning korsetida qiya drapirovkalardan foydalanilgan, bel qismida esa gorizontal drapirovkalar mavjud. Ko'ylagimiz korseti, to'rlar, nozik munchoq, marvaridlar hamda toshlar bilan bezatilgan. Libosimiz etagi to'lqinsimon ko'rinishga ega. Nafis gipyurning ustiga zarhal iplardan ishlov berilgan. Ko'ylagimizning orqasiga gullar qadalgan va bu gullarning tagidan tasmalar o'tgan. Sidirg'a matodan ishlangan uzun perchatkalar ko'ylak bilan ajoyib juftlik hosil qilgan. Bu juftlik o'rtasida yanada uyg'unlik hosil qiluvchi bo'lsa, kelinchakning qo'llariga taqilgan yorqin bilak uzuklardir. Biz go'zallik salonidamiz. Nazokat kundalik hayotda ko'p pardoz qilmaydi, lekin to'y kuni kelin husnul latofati bilan barchani lol qoldirishi kerak deb hisoblaydi. Navbat kelin pardoziga. O'tgan dasturlarimizning birida istalgan makiyajning ajralmas tarkibiy qismi bo'lgan tonal kremlar haqida ma'lumot berishni boshlagandik. Uni tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak? Tonal krem surtish qoidalari mavjudmi degan savollarga javob topamiz. Bugungi kunda tonal kremlar turlarining ko'pligi uni tanlash ishini qiyinlashtiradi. Shuning uchun avvalo kremning suyuq quyuqligiga ahamiyat berish kerak. Suyuq tonal krem istalgan yuz terisiga mos tushaveradi. Stik ko'rinishdagi qattiq tonal kremlar bo'lsa, o'ta yog'li yuzlarga foyda emas, zarar keltiradi. Ayol kishining yoshi kattalashgani sari ko'pchilik o'ylagandek quyuq emas, balki suyuqroq va yengilroq tonal kremga murojaat qilingani ma'qul. 40 yoshdan so'ng ayollarga yuz rangini tekislovchi yengil fluiddan foydalanish tavsiya etiladi. Kosmetik vositalar do'koniga kirganda bitta emas, har xil rangdagi bir nechta tonal kremni xarid qilishni maslahat beramiz. Bu kremlar orasidan yuzingiz rangiga eng yaqin bo'lgani butun yuzga surtiladi. To'qrog'i bo'lsa, yuz ovalini va burun shaklini tekislashga asqotadi. Ochrog'i ko'z atrofidagi nozik teriga mo'ljallangan bo'lib, u yana burunni kichikroq qilib ko'rsatish kerak bo'lganda qansharga, ya'ni burunning ikki ko'z o'rtasida yuqori qismiga surtishga ham ishlatiladi. Tonal krem terida uzoq turishini istasangiz, uni nam sponj bilan surting. Bunda sponjning o'rniga barmoqlaringizdan ham foydalansangiz bo'ladi. Bu holda kremni dastlab yuzning o'rtasiga surtingda, barmoqlar yordamida yengilgina uqalab, yuz chekkalari tomon yoyib yuboring. Sifatli tonal kremni surtish oson bo'ladi. U yuz terisida yaxshi yoyiladi, teriga tez singib ketadi. Kiyimda yog'li dog'lar qoldirmaydi. Shuningdek, uning asosiy vazifalari terini namlash, himoyalash va kamchiliklarni yashirishni qoyilmaqom qilib bajaradi. A, C, B2, B3, B9, B10 va Y. Bular sochlarimiz sog'lom, mustahkam va albatta jilokor bo'lishi uchun kerak bo'lgan vitaminlar. To'g'ri, go'zallik salon xodimlari jonsiz, zaif va tez shikastlanadigan sochlardan kosmetik vositalarni qo'llab, soch turmagini yarata olishi mumkin. Biroq bu turmakni yechib, bosh yuvilgach, sochlar yana avvalgi holga qaytib keladi. Shuning uchun sochlarga ichkaridan ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi, ularni quvvatlantiruvchi va o'sishini ta'minlovchi vitaminlarni qabul qilishni tavsiya qilamiz. Hamda navbatni soch turmagiga beramiz. A vitamini yangi hujayralar hosil bo'lishida ishtirok etadi. U sochlarni mustahkamlaydi. Sochlarni bu vitaminga to'yindirish uchun jigar, tuxum, sut qatiq mahsulotlari, ko'katlar, pomidor va olma iste'mol qilishni kanda qilmang. B guruhi vitaminlari asosan non mahsulotlarida, sutda, tuxum sarig'ida, tvorogda, pishloqda, baliq va yong'oqlarda mujassam. Bu vitaminlar moddalar almashinuvida yetakchi rollardan birini o'ynaydi. Sochlar qurib ketishining va qazg'oq hosil bo'lishining oldini oladi. B3 vitamini sochlar rangi uchun javobgar bo'lsa, B9 vitamini bois sochlar tez o'sa boshlaydi. Y vitamini soch ildizini oziqlantiradi. Natijada sochlar kuch-quvvatga to'ladi. Kungaboqar, zig'ir, makkajo'xori, soya yog'lari, yong'oq, non, ko'k piyoz bu vitaminga boy.
C vitamini teri kollagen to'qimalari bir-biriga ulanishida muhim bo'lib, uning miqdori asosan sitrus mevalar va smorodina tarkibida yuqori bo'ladi. F vitamini organizmdagi yog' almashinuvida ishtirok etadi. Fransuz kosmetologlari F darmon dorisini go'zallik vitamini deb atashadi. Bu vitaminni qabul qilish uchun zig'ir yog'i, makkajo'xori yog'i, baliq moyi, xandon pistani iste'mol qiladigan oziq-ovqat mahsulotlaringiz qatoriga kiritsangiz bas. Mana biz nazokatni tugal kelin obrazida ko'rib turibmiz. Menimcha sizga juda ham yarashib turibdi. Umuman bugungi kun sizda qanday taassurotlarni qoldirdi? Menga juda ham yoqdi. Kutmagandim bunaqa chiroyli obraz berishligisini. Fursatdan foydalanib, hamma mutaxassislarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Juda ham yaxshi. Endi esa sovg'alarimizni qabul qilsangiz, ushbu gullarni Yoshlar teleradio kanali va Aylanay dasturidan qabul qiling. Mana bu esdalik sovg'asi ham sizga, marhamat. Ushbu egningizdagi libosni bo'lsa, to'y kuningizda olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Va nihoyat sizni fotosessiyaga kuzatamiz. Sizni professional fotosurachi Aleksandr Bulanov kutmoqda. Ko'rsatuv homiysi Miss Camilla to'y liboslari saloni. Ko'rsatuv homiysi Esfir go'zallik saloni. Aylanay dasturini tomosha qildingiz. Uni tasvirga tushirishda bizga Miss Camilla to'y liboslari saloni hamda Esfir go'zallik saloni xodimlari yaqindan yordam berishdi. Oilaviy hayot o'zaro muhabbat bilan bog'langan bo'lsa, u albatta baxt keltiradi. Unutmang, o'z uyida baxtli bo'lgan kishigina chinakam baxtiyordir. Omon bo'ling.